Asarlarda keltiriladi, Musa alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi. Shunda Alloh taolodan Musa alayhissalom duo qilib yomg'ir so'radi. Alloh taolodan javob bo'ldi: "Oranglarda bir gunohkor odam bor. Shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti." Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab, "Oramizda bir odam bor ekan, gunoh qilayotgan. Shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan. Shu odam chiqib ketsin" deb xitob qildi. Hech kim chiqib ketmadi. Hech kim qavmni tark qilmadi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom duo qildi: "Parvardigor, kim edi u senga osiylik qilayotgan kishi?" dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, seni so'zingdan ajablanaman. U bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdim-u. Endi tavba qilganida oshkor qilaymi?" Alloh taolo osiy bandasini ham modomiki o'zi sharmanda qilmayaptimi, nima qilyapti? Bor, shunaqa odamlar bor. Urug'ingizda bor, mahallangizda bor, jo'ringizda bor, poylab yuradi. Shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib, mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Agar birodar siz ham kimnidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib, zulman sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarni aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz, quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimnidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishdi. Endi pulni olishga kelganda mana qilsam nagli bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zga yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish prorablik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta ob'yomdagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan, uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan, uying kuysin deb. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa, ularning haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlayotgan boyvachchalar, odam ishlatayotgan prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi, ilmsiz, savodsiz bo'lgan uchun so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydik desin-da, tamom bo'ladi shu odam. Alloh Karim, Alloh avf qiladi. Namoz o'qimagan bo'lsa, ro'za tutmagan bo'lsa, Alloh umid qilamiz, chunki kechiruvchi bo'lgan zot Alloh taolo. Ammo bandani haqqini yegan bo'lsangiz, Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz. 1 yil, 2 yil yaxshi, lekin albatta olasiz jazo. Aytdik-ku darsda boshida. Shunday gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini. Shunday gunohlar bor, dunyoda ham beradi. Mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik. Kim haqqini bermay qo'ygan bo'lsa, uyda ishlatib bir o'ylaylarni olib borib beringlar. Modomiki shu uyda yashamoqchimisiz, shu uyda baraka topmoqchimisiz, bering. Rasululloh nima deganlar? Peshonasidagi terisi qurimasdan turib ber, ishlatgan ijarachi deganlar. Demak, as-sittir degani birinchi ma'nosi to'sish, berkitish, yopish. Yana bir ma'nosi uzoq qilish, saqlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjay mutahharalaridan Oysha roziyallohu anha aytadilar: "Bir kuni meni uyimga ikkita qizini yetalab bir ayol kishi keldi va so'randi, tilamchilik. Uyda bir dona xurmo bor ekan, shu bir dona xurmoni olib chiqib berdilar Oysha onamiz roziyallohu anha. Haligi ayol xurmoni olib ikkiga bo'ldida, ikkala qo'lini qo'liga tutdi, keyin chiqib ketishdi. Rasululloh huzurimga kelganlarida shu narsani zikr qildim dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kunna lahu sitran minan nar." Mana shu qizlarni ishini ustida bo'lsa, ya'ni tarbiya qilishi, boqishi, rioya qilishi, ishida ustida bo'lib, ularga chiroyli muomala qilsa, ularga ihson qilsa, yaxshilik qilsa, shu qizlar bu kishi uchun do'zaxdan to'siq bo'ladi. Mana aytdik, shu kishi uchun do'zaxdan to'siq bo'ladi. As-sitr degan so'zning ikkinchi ma'nosi to'siq. Birodarlar, uyimizda-chi yetarli ish turibdi. Ummatni g'amini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling, jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi. Bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning, qiyomatda shunga javob berasiz. Ayolingiz, farzandlaringiz haqida. O'zi sigaret chekar, ummatni g'amini gapiradi. Yerga tush birodar. Jannatga olib boradigan ishlar birodarlar o'zimizni uyimizda turibdi. Uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik? Insof qilaylik, uyataylik. Chunki mana shu amalni o'zi bittamida, ikkitamida, uchtamida qiz bolani tarbiya qilib, oppoq yuvib tarab, tarbiyalab, iymon, e'tiqodda, taqvoda, hayoda tarbiyalab, balog'atga yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor, iymonli, taqvoli kishini topib, nikohlab uzatar ekan, shu qilgan ishi, ishoninglar birodarlar, jannatga kirishligiga kifoya amal bo'lishi mumkin. Buni va'dasini bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam beryapti. Qaranglar-da, uyimizda turibdi. As-satr ma'nosiga munosib bir qissa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi uni. Imom Ahmad musnadlarida, Buxoriyda, Termiziyda keltirilgan. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzati va la yatamassalu shaytonu bi. Kim meni tushida ko'rsa, uyg'oqligida ham albatta ko'radi. Chunki shayton meni suratimga kira olmaydi dedilar. Kim tushida payg'ambarimizni ko'rsa, rostdan payg'ambarimizni ko'ribdi. Chunki shayton payg'ambarimizning suratida kira olmaydi tushimizga.
Endi kim tushida ko'rgan bo'lsa, uyoqligida ham ko'radi inshaalloh. 20-asrda, mana o'tgan asrda sodir bo'lgan voqea qissa. Damashq xatiblaridan biri tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Rasululloh unga falonchi qo'shningga borib ayt, u jannatda mening hamrohim bo'ladi dedilar. Qanaqa bashorat, qanaqa xush xabar haligi kishi uchun. Haligi xatib uyg'ondida tushidan qattiq ta'sirlandi va Rasululloh aytgan haligi qo'shnisining uyiga bordi. Borib eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi, salom alaykum bo'ldi. Xullas xatib aytdiki, menda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sizga bitta bashorat bor. Uni aytmayman. Bir amalingiz borki, shu tufayli shu bashorat aytildi. Shu amalingizni aytmasangiz, Alloh uchun qilgan bir amalingiz bor, shuni aytmasangiz, bu bashoratni aytmayman. Haligi qo'shni unamadi aytishlikka. Ammo Rasulullohdan bashorat deb turibdi. Xatib ham qistab turib oldi. Xullas aytadigan bo'ldi. Uylangandim dedi. Bir ayolga sovchi qo'yib uylandim. Menga turmushga chiqqanida 5 oylik xonada homilasi bor edi ekan dedi. Ya'ni benikoh bo'lgan homila. Mana endi shu yerda haydab chiqarib olsa, sharmanda qilsa haqqi bor. Lekin bu ayolni oyog'i toyilib, haqdan toyilgan ekan, meni qo'limda tavba qilishligini xohladim, yashirdim dedi. Aybini berkitdim. Tug'adigan payt kelganida endi 4 oydan keyin tug'di. Turmushga chiqqaniga 4 oy bo'lib turib tug'ib qo'yapti. Doyani uyga olib keldim, tunda tug'di. Tong yotganda haligi bolani qo'limga oldimda jome masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim. Hamma namozga turgan, imom quloq qoqqan, hamma kirib bo'lgan, sekin eshik tagiga qo'ydi bolani, kirib imomga ergashdi. Namozni o'qib bo'ldi, tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi. Nima gap? Birov bolani qo'yib ketdi. Shunday keldida haligi odam, menga beringlar shu bolani, men boqib olaman shuni dedi. Berishdi, onasiga olib borib berdi. Bir mo'min ayolni xatosini, kamchiligini, oyog'i toyilib ketganligini yashirib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Ehtimol bitta shu ishingiz biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato, kamchiligini, gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik. Agar ha degan javob bo'lsa, muborak bo'lsin. Agar Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, shu amalingizdan umid qiling. Chunki Alloh taolo Karim bo'lgan, G'affar bo'lgan zot.